Boşa soldurdum aslı gençliği. Bir avuç toprak için yar kendini. Dünyada onundan başkası yalan. Bir avuç toprak için yar kendini. Dünyada onundan başkası yalan. Yalan, başkası yalan. Dünyada onundan başkası yalan. Yalan, başkası yalan. Dünyada onundan başkası yalan. Malı devletinge aşnalar bisyor. Yıkılsa topilmaz bir dost vefadar. Tandagi joning ham bo'lsa omonat. Dunyoda o'limdan boshqasi yolg'on. Tandagi joning ham bo'lsa omonat. Dunyoda o'limdan boshqasi yolg'on. Yolg'on, başkası yalvan. Dünyada onundan başkası yalvan. Yalvan, başkası yalvan. Dünyada onundan başkası yalvan. Yalan, başkası yalan. Dünyada onundan başkası yalan. Yalan, başkası yalan. Dünyada onundan başkası yalan. На узбекском, что ли, спасибо. На узбекском, что ли, теперь? Или На турецком или Bu на узбекском? qo'shiq o'zi Yulduz Usmonovani qo'shiqlari. Uni turkiyalik xonanda ham ijro etgan. Bu kishi hozir birinchi kupletni turkcha to'g'ri. boshlab, keyin o'zbekchaga o'tdilar. Asli Yulduz Usmonovani qo'shiqlari. yo'q. Shunaqa bo'ldi. Va buni Ofarin. hammasi Ortiqali tomonidan ijro qilindi. Ortiqali sizga katta rahmat olqishlab qo'yamiz va siz bilan birgalikdan endi ustozlar fikrlariga quloq tutamiz. Farruh Karimov, keling sizdan boshlaymiz, marhamat. Gap yo'q. Men hozir juda qoyil qoldim. Shunaqangi ijro, shunaqangi mahorat yuqori darajada. Ortiqjon, ovozida bir qandaydir ajoyib shira bor. Mana shu narsani agarda yana Xudo xolasa rivojlantirasiz, ijodiy omad yana hamisha sizga yor bo'lsin. Rahmat. Katta rahmat. Shohruxxon, marhamat. O'zi yurakni siqadigan qo'shiqlarni yoqtirmayman. Lekin Bu qo'shiqni nima deydi, temasi sal nima deydi, yurakni siqadiganroq, lekin meni ustozim onamlar aytganlar har doim agar ko'zingda yoshing bo'lib turgan paytda yana tabassum bilan shu narsani ijro qilib bera olsang, yana ham qattiqroq ta'sir qiladi bu narsa. Hozir bu qo'shiqni men o'zim uchun boshqatdan kashf qildim. Tabassum bilan shu mavzuni yoritib berdingiz. Rahmat. Sizga ham katta rahmat. Va men o'zim uchun yangilik ochdim. Haqiqatan ozgina vaqt berib keyin Shohruxxondan fikrlarini so'rasak, mana chiroyli fikrlar. Ha, shunaqa zo'r chiqadi. Nasiba Abdullayeva, marhamat. Ortiqalini ovozlari o'zi menga oldindan ma'qul. Rahmat ustoz. Qo'shiqni ijrosida ovozingiz bir quloqqa yoqadigan, shu sariyog'day yumshoq bo'lib keldi va ham odamni ruhiga huzur bag'ishlaydigan bo'lib chiqdi ovozingiz. Juda ham yarashibdi sizga qo'shiq. Rahmat. Juda ham umid qilamanki, oxirigacha borasiz deb. Rahmat ustoz. Sog' bo'ling. Katta rahmat va loyiha davomida siz ikkita ustozni mehnatlari tufayli mana shu yerda turibsiz hozir, qarang. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi Anvar Jo'rayev, sizning fikringiz, marhamat, xohlasangiz Nasiba opaga qarab ko'rdingizmi deb boshlashingiz mumkin. Yo'q. Bu omad deb bilaman. Bu mendan ham Nasiba opadan ham nezavisimiy narsalar. Ortiqjon milliy ashulalarimizni, milliy estradamizni juda ham yaxshi ijro qiladilar, juda ham yaxshi aytadilar. Shu bizni ham boshqa qirralarni ochish
niyatida izlandik и shu ashulada to'xtadik. Shu ashula judayam qo'liga tushdi, judayam shu yuragidan chiqazib berdilar shu ashulani. O'zinglar eshitdinglar, menimcha ishonarli bo'ldi. Yana bir bor shu anaqaga qaytamiz. Haqiqatdan. Rahmat sizga. Rahmat.